Ana endi bu mashina egalari qaysidir yaqin insonni mashinaga kelib suyansa yoki mana bunaqa temir narsalari tegib sal ishqalansa jahllari chiqmaydi. Chunki bu mashinamizni to'liq himoya qoplamasi bilan qoplaganmiz. Har xil toshlar uchib kelib teganda kraska ko'chishini oldini oladi va uzoq yil 5 yilgacha o'zini xususiyatini yo'qotmaydigan premium klass yuqori sifatli qoplama bilan to'liq kuzovini himoya qoplamasi bilan qoplab berganmiz. Mashinamizni yana ham chiroyli ko'rinishligi uchun hamma matoviy detallarni yaltiroq qora rangga o'zgartirib berganmiz. Mashina yana ham chiroyliroq chiqqan. Tonirovka, laminatsiya xizmatlarini bitirib, akamizani u yoq bu yoq $2500 yaqin pullarni olganmiz. U pulni ichida biza mashinani o'rindiqlariga juda ham sifatli buyurtma asosida tayyorlanadigan o'rtasi seri, chekkalari qora bo'lgan, choklari ideal qilingan nakitka ustiga tashlab qo'yiladigan g'ilof tayyorlab berganmiz. Mabodo sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Comfort Tuning jamoasi sizlarning xizmatingizda. Akam quruvchi bo'lib ishlaydilar. Bagajlariga mana bunaqa kojali narsa tiktirtirib oldilar. Yana endi bemalol instrumentlarimni qo'yaman-da, bu mashina mehnat qilish kerak. Jigar, menga mana shunaqa udobstvo qilib beringlar dedilar. O'sha udobstvoni Comfort Tuningdan olasizlar dedik-da, hamma xizmatlarni qilib berdik. 5-marta mashinalarni olib kelgan mijozimizni xursand qilib chiqazib yuboramiz endi. Yana aytib qo'yadilar, boshqa joyda bir $500-600 arzon ekan. Nimaga sizlarda qimmat dedilar, aka sizga chin dildan tushuntirib bera olmayman, lekin arzon ham qilib bera olmayman. Lekin oxirida mazza qilasiz dedim. Haqiqatdan kelib mashinani holatini ko'rib mazza qildim, ukam dedilar. Men ham mazza qildim-da. Endi sizlar ham meni mazza qildirish uchun albatta jonni bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.